Tak, davom ettiramiz. Modellarni tashlab oldim. Hozir примерно hammasini tashlamadim, но hozir ishlashimizga yetarli darajasida tashladim. Ungroup. Buni ham ungroup qilib olamiz. Hop, endi qilingan ishimiz gruppa demas ekan, o'sha polida ekan. 5 и o'zimga keraklisini ajratib olaman. Menga kerak. O'zi kerak emas. Imенно bizga mana shu joyi kerak, ya'ni attach qilingan ekan, mayli. Hech narsa qilmaydi. Hop. Endi buni detach qilib olamiz o'zimizga. Keyin qilib yechamiz. Shu narsa bilan unitazni kopiya qilaman, отдельно. Kopiya emas, mana arxiv qilaman. Hide degani. Endi buni o'zini qilib olaman. Birinchi o'lchab olishimiz kerak. Bizga примерно mana bu joyimiz necha? O'tgacha 1700, ya'ni 1730. Buni biza tak, qanday lozimmasligidan 800 tashiymiz unitasiga. Chunki bizga 800 tashlasak bizda 930 qoladi. 900. Давайте biza unitasiga 830 qoldiramiz. Ya'ni bu unitas joyimiz. Unitas turadigan joy. Tashladik. Keyin qoladigan ishimiz buni moslashtirib olamiz. O'zimizga to'g'rilab, ya'ni bizga unaqa kerak emas. Mana polkalar kerak emas, shuning uchun polkalarni olib tashlaymiz. Tashlash uchun uzoq turib tagida qoldiramizmi polkalarni? Menimcha bizda unaqa polka qoldiradigan joyimiz yo'q. Shuning uchun olib tashlaymiz. Endi buni editable polga tortamiz ichkariga. Tushunarli. Hech narsa qilmaydi, to'g'rilaveramiz. Tak, endi buni tochkalarni bitta joyga keltirib olaman. Bu joyga keldi tochkam. Keyin buni belgilab turib. Tak, hop, endi qiladigan ishim buni botga to'g'rilaveraman. Ya'ni bizga именно shu moyka uchun qolgan joyimizga buni razmerini to'g'rilab olaman. O'zimga moslab enini ko'raman qanaqaligini. 530 yomon emas, prinsip yomon emas. Sig'sa bemalol qo'yib yuborsak. Planirovkani ko'ramiz. Planirovkani ko'rib olamiz. Ishga yozgan joy demak 530 ni 500 qilib qo'yamiz. Shtabani yaxlit bo'lsin. 30. Endi razmeri ko'raman. 900 ga 500. Hop, bunaqasi 900, bunaqasi 500 bo'lyapti. Balandligi 530. Biz buni hozir qanaqa balandligi turganini bilib olishimiz kerak. Biz buni ergonomika bo'yicha
Ya'ni ergonomika bo'yicha ko'raman. Xo'p, vannani balandligini sizlar bilan birinchi ergonomika bo'yicha ko'rib olamiz. Ya'ni 850-900. Mana bu qismi, iminni tashqi qismi 1000 qilsa ham bo'ladi. Manimcha sal noqulaylik tug'dirishi mumkin 1000 razmer qilganimizda. Shuning uchun biz buni 900 ga qo'yib olamiz. Ya'ni mana ko'rishingiz mumkin. Balandligimiz shunaqa bo'lyapti. Bu yerda endi bizga nimaga неприятно ozgina ko'rinyapti? Chunki kameramiz joylashuvi 1400 da. Biz buni 1200 qilib, keyin targetimizni ham 1250 yoki bundan sal balandroq 1300 qilib qo'ysak, sizga ancha yaxshiroq ko'rinadi. Ya'ni kamerani yana ozgina tushirar ekanmiz, 1150 yaxshi. Вроде бы yaxshi ko'ryapti. Hozir endi chiroqlarni qo'yib chiqib, chiroqlarni qo'yganimizda уже bizga более-менее понятныйroq ko'rinadi nima bo'layotgani. Keyin qiladigan ishim ranglarni to'g'rilab chiqishim kerak. Birinchi очередь tekstura. Ya'ni hozir teksturani olib, teksturani olmayman. Yoki oldimmi hozir tekshirib ko'ring. Bu boshqa tekstura. Bu boshqa. Bu ham boshqa tekstura. Xo'p, hozir teksturani olaman. Keyin davom ettiramiz. Xo'p, teksturani oldim. Hozir mana davom ettiramiz. Endi sizlar bilan kafil belgilab olamiz. Hamma kafillarimizni. Chunki kafillarimizni hammasiga bitta teksturani beraman. Shuning uchun hozir hammasini отдельно olaman. И yana nima qilaman? To'g'ri. Tak, mana bu ustidagi toshini ham teksturasini shu kafilimizni toshidan qilamiz. Hop, buni 5 bilan bo'lib olaman. O'zimga kerakli qismini. Tak, разделить. Endi nima qilamiz? Endi mana teksturamizni olamiz. Yaxshi tekstura menga yoqadi. Sal nastroykalanadi o'zimizga moslab. Uni o'sha nastroyka yorug'liklarni to'g'rilayotganimizda qilamiz. Tak, sal pasaytiraman. Menga janaqa ko'p yorug'likni qaytib berish shart emas. -40 -0 5. Normal. Endi shu teksturani men kafillarga berib chiqaman. Ya'ni ko'ryapsizlar, sal ошибка berdi. Nimaga? Bu nimaga? Chunki bizning full generatorimiz naborot bo'lib qolgan. Shuning uchun ошибка berdi. Ozgina tekstura berishda uni to'g'rilayveramiz. Full generator to'g'rilagunimizcha ko'proq vaqt ketadi. Uni to'g'rilagandan ko'ra biz sizlar bilan teksturani o'zidan to'g'rilayveramiz. Mabodo bunaqa ошибка bo'lsa, просто bosib shu joydagi 90 ni 0 qo'yamiz. 0 0. Agar 0 bo'lsa 90 qo'yamiz. Tushundinglar? Shunda bizga teksturani to'g'ri tashib beradi. Bu narsa ko'pincha for generator bergan edi, polda ham bo'lib qolishi mumkin. O'shanda pol nechtabitni, ya'ni xato o'qish boshlaydi polni. O'shani to'g'rilab oringlar обязательно. Mana endi bunga UVW map beraman. UVW map o'zi ham bo'ladi bunga. Kvadratni 1200 ga 600 qilaman. 600. Mana ko'rdinglar, bu ham xato bo'ldi. 600 ga 1200 ekan demak. Mana endi to'g'ri berdim. Pastga ham 600 qo'yaman. Mana. Значит, bizda teksturamiz to'g'ri tushdi. Ya'ni endi qilgan ishim mana bu detalni ham qo'shib yuboribdi. Edit o'pilib topishingmi? 5 detach. Hop, endi buni olib turib, podga qo'shib, o'zini teksturasini berib qo'yamiz qaytib. Bu bizda yog'ochmidi? Oho, mana teksturlar bitta ekan. Mayli, hozircha shu yog'och
Shu yog'och teksturasini berib turamiz. Bu пока что mana bu qismini ham besh tortib qo'yishimiz kerak ekan. Keyin bu qismini tortib qo'yaman. Hop, endi bu qismini tortib qo'yaman. Shunda ana logichni ko'rinadi-da bizda. Yana mana bu qismini simmetriya qilishimiz kerak ekan. Sizlar bilan buni hozir simmetriya qilamiz. Symmetry x bo'yicha x bo'yicha xato beryapti. Mana shu y bo'yicha beramiz. Yaxshi, endi editable bo'lib beraman. Agar simmetriya bergandan keyin editable bo'lib bermasanglar, ozgina xatolik yuz berishi mumkin. Hop, nima bir dona xatolik qildim. To'xtanglar. Tushunarli. Tushunarli. Bu qismini to'g'rilamayman. Shunga sal xato bo'lgan. Endi symmetry. X bo'yicha. Y bo'yicha. Hop, editable bo'ldi. Endi bu qismini ham attach qilishim kerak. Attach qilishdan oldin sal to'g'rilab olishim kerak endi shu. Chunki razmerimiz o'zgardi. Endi attach qilaman. Qanaqa detal ko'rindi? Tushunarli. Hop, attach qilib olaman. Okey. Yaxshi. Demak, tayyor. Bizda bunaqamiz. Saqlanib qolib olaman, yo'qolib qolmasligi uchun, o'chib ketmasligi uchun. Unitaz, dekor, moyka-poykalar ham kerak bizga. Dekorlarni tashladim. Moykani hali tashlamaman. Endi tashlaymiz. Пока что nima qilamiz sizlarni? Biz sizlar bilan yorug'lik qo'yib chiqamiz. Mana bizda chiroq bor, ungroup, mana shuni to'g'rilab olish kerak. Open. Shunda ozgina xatoligi bo'ladi, nima qil? Group. To'g'ri. Yaxshi, to'g'rilab oldim. Endi keyin vazitalni olib tashlayman. Gruppani yana yopaman qaytib. Okey. Xo'p, endi tayyorlab oldim o'zimga kerakli chirog'i. Buni joylashtirib chiqaman. Ya'ni qandoq? Hozir men sizlarga ko'rsataman. Bu rectangle chizib olganimiz bizga hozir kerak bo'ladi. O'sha rectangle'ni olamiz. Endi buni joylashtirishi tartibi qanaqa? Biz rectangle chizgan bo'lsak, bu tarafdan chuqur chiqqan, o'shani ham to'g'rilab olishimiz kerak. Ya'ni oldi qilib olaman. Bu tarafga ekan. To'qqiz. Okey, endi. To'g'ri-ku. 6 bo'ladi. Tak, endi 670. Hop. Shu sal yetmayapti nimagadir. Mana shuni 570 qilamiz o. Endi nima qilaman? Mana shularni qo'shib chiqaman. Liniyalarni qo'shib chiqqandan keyin mana 4 ta точка chiqyapti mana. Mana shu 4 ta точкamiz bizning yorug'lik точкалар. Keyingi qilgan ishim kopiya qilib olaman. Kopiya qilaman, 900 beraman bu yerga. Ya'ni yerdan 30 qochgani bizda. 30 qochgani, bu yerdan 30 qochganini qo'shsak 60 qochadi, 840 bo'ladi. Hop, keyin
Buni joylashtiraman. Mana tochkalar chiqdi. Tushunarli. Xo'p, endi chiroq joylashtirib chiqaman. Hop, instance da kopiya qilaman, chunki men buni o'zgartirganimda bir xil o'zgarish kerak. Yorug'lik nastroykalar. Hop. Endi nima qilaman? Keyingi qiladigan ishim silindr chiza olaman liniyada, line bilan. Hop, okey. Endi men buni razmerini bilaman, 36 bo'pti. Tak. Razmer qancha bo'ldi? 36 edi. To'g'rimi? To'g'ri. Tak, endi buni men buni balandligiga to'g'rilab olaman. To'g'riladim. Endi kopiya qilaman. Kopiya qilmasa buni attach qilmaydi. Shuning uchun kopiya qilamiz. Kopiya. Kopiya. Buni ham kopiya qilamiz. Endi keyingi qiladigan ishimiz rectangle o'ziga o'taman. Editable spline. Keyingi qiladigan ishim attach. Ya'ni mana shu dumaloqlarni attach qilib chiqaman. Shunda bizda rectangle bor, tak. Attach. Bu hozir ko'rinmayapti bizda, men buni yoqib qo'ysam ko'rinadi. Mana endi ko'rindi. Hozir buni olib tashlasam, bizda mana extrude faqat o'sha dumaloqlarning o'rnini teshik qilib beradi. Keyingi qiladigan ishim chiroqlarni o'sha balandligiga qo'yib olaman. Mana boya aytganimdek, chiroq razmeri 800, adashmasam yoki 70 nechidir. 80 mm. Adashdim, uzr. Hop, endi qiladigan ishim seri qilib qo'yaman, ko'zim chalg'itmaslik uchun. Keyin bu yerdan light tushadigan qilib olaman-da va group open xos bilan yorug'ligini to'g'rilab olamiz. Ya'ni sermatda yoqaman. Sermatda yoqmayman, shunda interaktiv yoqaman. O'shani o'zi to'g'rilaymiz. Tak. Ko'ryapsizlar, hech narsa ko'rinmayapti, to'g'ri? Endi buni to'g'rilaymiz. Qanday to'g'rilaymiz? Birinchi очередь, men sizlarga ko'rsatgan narsam bu bunaqa nastroykalarni yasalgan materiallarni ichiga kirib ketadi. O'shani chiqarib olishimiz kerak. Ya'ni общий belgilayman. Group open reverb. Keyin men bizga ko'rinadiganroq darajada chiqarib qo'yaman. Bizga ko'rinadi endi. Baribir ko'rinmayapti deysizlar. Uni bir qilib olasizlar. Bari ko'rinmayapti, to'g'rimi? Chunki men zakripis qilmaganman. Rendering setup. Zakripis qilib olaman oynani, 4-oynani. Chunki menda kameralar o'shibdi. Mana ko'ryapti. Endi qiladigan ishim yorug'lik juda past, 50 kelvin menga kerak emas bunaqa. 5500 qo'yaman, sal issiqroq kerak. Keyingi qiladigan ishimiz radius 10 250. Xo'p, endi EOS kerak bizga. EOS buniki bo'lmaydi. Shuning uchun biz o'zimizni EOS ishlatamiz. 24 yoki 26 ni qo'yaman. Bir. Buni endi not qilaman. 25. Kontrast 2. Loot. Tak, lootni o'zimga yoqadiganini yoqaman. 2 qilib qo'yaman. Loot 1000 S160 degani bor. Bu 25. Tak, keyingi qiladigan ishimiz bulut juda slab uryapti bizga yorug'likni. Shuning uchun 25 qilib ko'ramiz. 25 bo'lmaydi. 26. Ko'p ishlatadiganim, mayli, bu ham yoqmadi menga juda. 23.
rag'batlanarliga beradi. Yorug'lik kam, shuning uchun men 75 qilaman. Baribir nimagadir kamdek tuyulyapti menga. 250 kam ekan, 500 qilib olaman. Hop, endi materiallarim seriy, o'shani hisobiga ham sal xiraroq ko'rinyapti. Keyingi qiladigan ishim buni yoqmaymiz, sharpga olib qolamiz. Buni 5 0 okey. Bizda juda sariqlik ko'p. Chetdagi chiroq yoqsak hozir u ham normal yorug' beradi. Juda kam yorug'lik. Mana, aytdim, nimadir mishat chiqyapti. Hop, endi yorug'lik vроде бы yomon emas. Nima buni kamaytiraman. 350 qilaman. 350 qilaman. 350 dedim. Endi nimaga bizga buni sal xuniyroq ko'rinyapti? Chunki materialimiz слишком issiq. Shu material issiqligini to'g'rilaymiz hozir sizlar bilan. Option yoqaman, material ushlayman. Keyin buni change qilib olaman. Change, no, reswitch qilaman. Okey. Keyin keep qilaman. Ya'ni reswitchga отдельно belgilab turgandan ko'ra change qilib turib, mana shunaqa belgilasanglar ancha tezroq. Masalan, bu fishka, life hack. O'zim qo'llab o'rganman. G'azal narsa lekin. Ну такой. Hamma ham bilmaydi demoqchiman-da. Krutoy bo'lasizlar deydi. Hop, keyingi qiladigan ishimiz. Men sal yorug'roq olaman buni. Shuning uchun 45 keyingi qiladigan ishim kontrastini ozgina tushiraman. Saturatsiya qilib. Nasishnisin. Sezilyapti. Menga sal yana yorug'roq kerak, shuning uchun 75 qilib qo'yamiz. Sezilmas darajada bo'lyapti. Demak, refleks ham ko'p o'ynayapti bu yerda rolni. Bunaqacha katta o'zgarmadi. Demak, значит, gap bo'tdi. Deydi. Вроде бы нормально. Hozir qolgan yorug'liklarni to'g'rilaymiz. Endi devor rangi yoqmayapti menga. Devor rangini to'g'rilaymiz. Unga material bermadik, ya'ni saqlanib qoldik, o'chib ketmasligi uchun. Так, hop, endi qiladigan ishim devorlar rangi. Ya'ni dekorativniy shtukaturka beramiz devorga. O'shadan mana dekorativniy shtukaturkamiz. Keyingi qiladigan ishimiz devor ushlaymiz и lipniyni. Kelasini shu oldim, dekorativniy shtukaturkani berdim. И dekorativniy shtukaturkani потолокка ishlatamiz. Чтобы bizda qanaqadir потолокка переход bo'lishi uchun. Keyingi qiladigan ishim xuddi shu change, corona ray switch, keep. Bo'tga. Hop. Eng buni 180 qilib qo'yaman. Nimaga? Chunki yorug'lik beradi ozgina. Hop, endi qiladigan ishimiz sizlar bilan. Tak, buni yorug'ligini to'g'rilaymiz endi. Hop. Shuni sal yorug'roq qilishimiz kerak. Shuni kis qilib oling. Rangi yaxshi, yoqmaydi, unchalik yomon emas. No, issiqroq, shuning uchun 15 qilaman. 15 ga 2. Вроде бы неплохо, но можно лучше, deydi. Sal ham yaltiroqligini olib tashlaymiz.
endi chotki bo'lyapti. Keyingi qiladigan ishim shuni millimetrini kamaytirishim kerak. 1 yetadi. Chunki mana bu ko'rasizlar, juda qorayib ketdi. Bunaqa juda qorayishi ham kerak emas. Shuni 1 qildim. Eshikning rangini ham hozir sal to'g'rilar ekanmiz. Chunki sap-sariq eshik kimga kerak? Sap-sariq eshikni biz hozir chiroyli qilib oqartiramiz. Bitmap ekan bu yerda. Bitmap sariq ekan. Buni reflectionga beraveraman-da. Bu qop-qora qilib qo'yishdi. Tushunarli. 15 1/5 qilaman. Menga kerak emas buni qop-qora eshik. 220. Hop, oqardimi? Oqardi. Endi qiladigan ishim AO tashirkanman. Chunki kirdi chiqdi joylari ko'p. Buni 15 qilaman. 15. Okey. 220. Okey. Endi keyingi qiladigan ishimiz 100% turibdi. Bu bizga 1 ham yetadi. Ya'ni 1 millimetrda bizga chizib bersa, chiziqlarni yetarli o'sha. O'ja 100 millimetrgacha survar shart emas qora chiziqlarni. O'zi yomon emas, no yaltiroq ko'p. Shuni kamaytiramiz. Shuni ham kamaytirishimiz kerak. Nima qilsak, mana endi. Ancha kamayib ketdi. 6 qilamiz. Yaxshi chiqdi. Tak, endi qayerda nima tugayotganini bilishimiz uchun zazorimiz kamlik qilyapti. Shuning uchun biz nima qilamiz? Yana ozgina zazor beramiz. Ili ramka bersak, qalay chiqar ekan. Пример ko'rib oling. Bu ramka berilmagan, bagati ko'rinyapti. Materiallarimizda ham katta gap bor. Ularda bu yoqiq, keyin ularda ozgina mapping ton o'ynalgan highlightlari. Yondirib olmaydi. Qizarib ketayotgani yoqmayapti. Shuning uchun minus 1 qilaman. Yo'q, ko'payib ketdi. 0.25. Endi menimcha bizning chirog'imizda ham katta gap bo'lyapti hozir. Shuni 6000 qilsak-chi. 6000 qilsak-chi sovuq bo'lib ketdi ekan. 5000. 150. Tak, ma'noni o'zgartiraman. Lot yoqmayapti menga. 25 qilib ko'raman. Yo'q. Hacha dahshat emas-da. 27. Yomon emas.
26 qilib ko'raychi. Bu bo'layapti. Bagatiyroq beryapti soyalarni. Shu yaxshiroqmi deyman. Endi bitta narsa yetmayapti bu yerda, shuni ham hozir qo'shib yuboraylik, ato ko'zimizga sal nida ko'rsaveradi. Hop. Biza qo'yib turamiz. Endi swap qilamiz. Hop. Tak, sal kattaroq qilaman. Hop. Pastga tushiraman. Shunday qilsak. Bunga material beramiz. Endi Corona Light. Keyin Corona Lightga Coral qo'shamiz. Corona. Endi bu yerda уже 4500 qilamiz. Bu yerda 5 qilib turib materialni beramiz edi. Nima qilyapti? Mana bermadik menga ham material. Endi nima qilamiz? Endi ko'ramiz. Nima bo'layotganini. Так, sharp qilib turay пока что. Xo'p, endi qaranglar. Sal menimcha tepadagi yorug'likni ko'paytiramiz. Ya'ni hozir bizda 5 turibdi. Buni 7. Ozgina yondiraveradi, o'shani yo'qotishimiz kerak. Shuni 3 qilib yuboramiz. 3 ketkazmadi, 4 qilar ekanmiz. 4 ham ketkazamiz, 5 qilamiz. Bu ham kuydiryapti. Xo'p, buni 5 qilaman. Pasaytiramiz. Shunda buni o'zi kuydirmaydi bizda. Endi bu qismiga keladigan bo'lsak, tepa qismiga tekstura bermaymiz, o'shani hozir to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Ya'ni yopib turgan отделga, plane'ga biz teksturamizni bermadik. Endi uchalasini ushlaymiz. Devorda buni hozir teksturasini ochaman. Endi men teksturasini ko'rsatib qo'yaman. Prям qanaqa tekstura borligini bu yerda ko'rmayapti endi. Nima bo'ldi ya? Nima qilamiz endi? UV'da bo'lgan bo'lib berishimiz kerak. Tak, hozir navogat bera olmayman shunga. Mana shuni o'zim berib turaman bu yerda. Nega menga teksturani chiqazmayapti? Shuning uchun men mana endi berdi. Endi qiladigan ishimiz. Hop, mana endi o'qidi. Endi qiladigan ishimiz UVW map beramiz. Ya'ni box formatida beraveraman. Normalniy box formati. Sal kichkinaroq qilishimiz kerak ekan. 150 qilamiz. Yana 1500. 1500.
O'zi yomon emas. Ko'ramiz agar o'xshamasa kattalashtirib kichkinalashtirishga imkoniyatimiz da bor. Endi resvishlikni to'g'rilab berib qo'yaman qaytib. Keyingi qiladigan ishim ko'rish. Ko'rib chiqamiz. Mana yaxshi berildi. Menga yoqadi. No, bitta narsa bor. Hozir masalani tushuntiraman. Menimcha bu yoq tomoniga ham kafil berib olganimiz ma'qul. Faqat mana bu qismini dekorativniy zona qilib ajratib qo'ysak, o'shanda chiroyliroq chiqadi deb o'ylayman. Mana bu unitaz qo'yamiz hozir. Mana bu bosadigan unitazligini. Buni rangini o'zgartiramiz yarkirog'iga. Hozir mana primerda ko'ramiz. Oq ekan bu yerda, biz oq qilmaymiz-chi. Oq qilsak ham slishkom oddiy bo'lib qoladi. Shu kafilni tepaga ham berib olamiz, tepa yonlariga. Bu tomonni mana shunaqa krasishni qoldiramiz. Shunda zo'r chiqadi. Tak. Keyin o'ylayapman, ramkani qo'ysaymikin, qo'ymasaymikin. Menimcha ramka металлический bersak или золотой bersakmikin. Хотя давайте bitta пример ko'raylik. Bu ramkasidan yaxshi chiqyapti-da. Shuni naborot oldinroq chiqazib, pastiga yana освещение berib yuborsak, vashcha zo'r chiqadi menimcha. Bu tarafimizda ko'rinib qoladi, bizda yopiq joyi yo'q-ku. Bo'ladi, bitta taraf ham, ikkinchi taraf ham yopiq. Shuni hisobiga bemalol shunaqa освещение qo'ygan. Tak, xo'p, biz ham mana bundoq liniyali освещение berib yuborsak-chi bunga. Menimcha yaxshi chiqadi. Xo'p, endi qiladigan ishimiz stopga qo'yaman. Shu qismini chizib chiqishim kerak. Ya'ni eshik tarafini отдельно chizib chiqaman liniyada. Mana bo'lmadi. Boshdan qilamiz. Liniya. Xo'p, endi tayyor. Endi floor generator beraman. Floor generator. Okey. Mirror qilib olaman. Endi qaraylik, bitta narsani tushuntiraman. Buni orqasidagi devorni demay olib tashlaymiz. Chunki bizga bu devor kerak emas. Kraskani qoldirmasak, bu narsani qilmasak, bizga bu devordan to'g'ri yo'q. Bu devorni olib tashlaganimiz ma'qulroq. Shuning uchun biz sizlar bilan buni hozir editable pole orqali olib tashlaymiz. 1 2 3 1 2 bu devorni hozir masrayni ko'rsam nima qilamiz? Detach. Buni hide qilib olaman, ya'ni o'chirib tashlayman, balkim kerak bo'lib qolar. Hide select. Yana 5. Buni ham detach qilib olaman. To'g'ri, detach. Detach qilgandan keyin buni -900 qilib olaman. Ya'ni shu kafilimgacha olib borib olaman. Prigaska bilan. Keyin yana qaytib buni attach qilib qo'yaman. Attach. Endi menda faqat orqa tarafimda devorimda bor. Qolgan taraflarini zazori уже более teshiklari yaqinroq ko'rinadi. Mana hozir teshiklarimiz ko'rinmagan-ku. Kafillarniki. Hozir endi teshiklar prozrachniy ham ko'rinadi mana. Qora liniya bo'lib. Уже realistiknessga ancha qo'shadi. Boya nimaga ko'rinmayapti? Chunki biz teshik qilmadik, oq slov berdik. Chunki kraskamiz bor edi. Hozir kraskamiz yo'q, bemalol pozolit qila olamiz bu narsani. Yopib tashladim men bu joyini. Tak, vроде yomon chiqmayapti. Menga yoqyapti. Bu yerda endi elementlar, detallar hal qiladi ko'p narsani. Ya'ni qo'yadigan brayimiz, qo'yadigan orqaga qo'yadigan elementlarimiz, ya'ni orqaga nima qo'yamiz? Orqada
polotensosушитель bo'ladi. Bu tomonida ikkita xalat iladigan bo'ladi. O'shalarni qo'yib qo'yamiz. Как zona o'sha devorimiz рабочий bo'lib ishlaydi. Devorimiz qalinligicha unaqa katta bo'lmaganligi uchun polotensosушительli devor ichiga emas, mana shuni tashqarisiga qivirganmiz ancha выгодный. Xo'p. Keyingi qiladigan ishimiz ozgina перерыв qilamiz. Keyin sizlar bilan polotensosушитель, ikkita xalat banный, душевой unaqa смеситель, trap, смеситель oddiy, 2-3 ta dekor, rozetka обязательно ma'ma qismiga qo'yamiz. Balandroq qilib, чтобы bizga ertaga mishat qilmaslik uchun oq rozetkani qo'yib qo'yamiz. Nimaniki ham qo'ysak yaxshi chiqadi. Da, в принципе, mana shuni ham qo'ysak normal. Включатель и rozetkani qo'yamiz. Keyin oynamizga podsetka beramiz. Kvadratni qilib, chiroyli qilib ingichka takib podsetka beramiz. Keyin bitta liniya bormi? Liniya bor. Keyingi qiladigan ishimiz unitazni qo'yamiz. Unitaz orqasi bachokli, oddiy unitaz qo'yamiz. Mana bu yerga yo'rshik. Menimcha tualetni bo'lmagani mana buni ichiga ulab qo'yamiz. Ya'ni mebel o'ziga yopishtiramiz yoki orqa qismida agar joyimiz yetarli bo'lsa, bitta qismiga yopishtirib qo'yamiz. Shu hozir 5 minut перерыв. Men uchun 5 minut перерыв, sizlar uchun keyingi qism bo'ladi. Keyingi qismda qo'yamiz qolganini.